Juda ko'pchilik start stop tizimidan noto'g'ri foydalanar ekan. Shu qatorda mana barchamizga ma'lum kaltli usulda o't oldirish ketma-ketligini ko'radigan bo'lsak, 3 ta положение bor. Ya'ni birinchi положениеda kirib kelamiz, ikkinchi положениеda sistema uyg'onadi va uchinchi положениеda esa o't oldiramiz. Shu joyda bilamiz, ikkinchi положениеga o'tgan paytda benzin asosdan benzin tortadi va biz 2-3 sekund tutib turishga o'rganganmiz. Start stop tizimida bo'lsa, kalitsiz qanaqa yo'l tutishimizni hozir ko'rib chiqamiz. Ko'pchilik man qiladigan xatoni qilar ekan, ya'ni mashinaga o'tirish bilan tormoz pedalini bosgan holatda knopkani bosamiz. Bu degani sistema uyg'onishga ulgurmasdan, benzin tortishga ulgurmasdan sirazi o't olishga o'tadi. Bu bo'lsa, tizimni asta-sekin ishdan chiqishiga, ya'ni dvigatelda nagar yig'ilishiga, benzin asosi qizib kuyishigacha olib kelishi mumkin. Endi bo'lsa, to'g'ri o't oldirish ketma-ketligini ko'ramiz. Mashinaga o'tirganingizdan keyin pedalni bosmagan holatda knopkani birinchi marta bosamiz. Kirib keldik, birinchi положениеga o'tdi. Yana bir marta bosganimizdan keyin sistema uyg'onadi, ya'ni benzin asosdan benzin tortishga ulguradi. 2-3 sekund kutgandan keyin pedal tormozni bosib turib, 3-marta bosganimizda dvigatel o't oladi. Bu to'g'ri yo'nalish. Ko'rinishidan arzimagan muammo, lekin kezi kelganda shosh turgan paytingizda benzin asosi kuyishi yoki shunga o'xshash nosozliklar sizni qimmatli vaqtingizni o'g'irlash yoki cho'ntagingizdan ortiqcha xarajat chiqib ketishiga sabab bo'lishi mumkin. Chambarak kanaliga a'zo bo'lib qo'ying, bu videoni bo'lsa yosh haydovchilarimizga jo'natib qo'ying.